Aziz obunachilar, Ice'dan sal bo'lsa ham qo'rqib yashaydigan odamlar bo'lsa ichlaringda sal bo'lsa ham nafas olsalaring bo'laveradi. Yangilik kelyapti. Trump administratsiyasi barcha ishlaydigan Ice'larni katta aeroportlarga DHS ga, ya'ni TSA ga yordam bergani jo'natyapti. Buni sababini o'zimiz bilamiz, chunki Kongress DHS fondini 1 oy oldin to'xtatgan edi. Ya'ni aeroportda ishlaydigan, men endi qirg'izcha qilib tushuntiraman-da, endi dehqoncha qilib. Hali unaqa jargonlar ishlatib o'rsam, bir qiylaring miyalaring nima bo'lyapti, o'tib o'tdi, nima bu qanaqa so'zlar deb o'ylamanglar. Demak, dehqoncha qilib aytganda, TSAda ishlaydigan xodimlar oyliksiz ishlayapti hozir. Chunki ular DHSda bir qaramog'idagi bitta bo'lim. Shuning uchun Kongressga endi Trumpni bir qanaqadir bir yosh bolaga o'xshab jahl qilish ma'nosida, mana bo'pti, Amerikanchini tozalamaymiz yoki himoyalamaymiz-da, biz ishlarni aeroportga qo'yamiz degan ma'noda bo'lyapti.